tabiat uyg'onib, borliq yashillikka burkanayotgan ayni bahoriy kunlarda mamlakatimizda Navro'z ayyomi keng nishonlanmoqda. Ta'kidlash joizki, bugungi kunda yurtimizda inson qadri uchun degan ezgu g'oya ustuvor ahamiyat kasb etganidek, Navro'z ayyomi ham Navro'zni ulug'lash, insonni ulug'lash degan shior ostida o'tkazilmoqda. Navro'z bayramingiz muborak bo'lsin. Sizga ham muborak bo'lsin. Barchaga Navro'z muborak bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli tumandoshlar, hurmatli Qo'shtepaliklar. Siz azizlarni va siz orqali butun tumanimiz ahlini qadimiy va navqiron bo'lgan ulug' ayyom Navro'z umumxalq bayrami hamda muborak Ramazon hayit bayrami bilan samimiy muborakbod etaman. Bugün biz Navro'z bayramiga to'planib, mana har xil bazm o'yinlarni tomosha qilib turibmiz. Bayramlaring bilan tabriklayman. Aziz yurtdoshlar, mana yurtimiz bo'ylab Navro'z tantanalari davom etmoqda. Bugun biz Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanida Navro'z tantanalarida ishtirok etdik. Bu yerda xalqimizning kayfiyati juda ham a'lo. Bu albatta bu biz ijodkorlarga ham ilhom bag'ishlaydi. Men fursatdan foydalanib barcha yurtdoshlarimizni Navro'z bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman.